Salam dostlar, men do'stinglar yo'lovchi. Yurtimizdagi eng cho'ng nahiyani bilib oling. Bu nahiya 2 Koreya, 5 Shveysariya, 10 Isroiliya, 674 Moldovaga teng bo'lib, davlatimizdagi eng cho'ng nahiya hisoblanadi. U yana 12 Beijing, 18 Tianjin, 32 Shanghai, 184 Shanganga teng. Bu nahiya sharqda Gansu va Qinghai o'lkasi bilan, janubda Shizang bilan tutishadi. Umumiy yer ko'lami 202.300 kvadrat kilometr keladi. Agar bu nahiya ayrim bir o'lka bo'lgan bo'lsa, davlatimizdagi o'lkalarning rad tartibida 12-o'rinda turgan bo'ladi. Davlat sirti bilan selishtirganda dunyodagi yerimdan ko'p davlatning ziminidan eshib ketadi. Agar dunyodagi davlatlarning rad tartibiga tizilsa, 85-o'rinda turadi. Bu nahiya dal yurtimiz Xinjiangning Chaqliq nahiyasi. Bu nahiya nihoyatda cho'ng bo'lib qolmay, yana uzoq tarixiy madaniyatga ega. Dangliq Keroran qadimiy shahri dal Chaqliq nahiyasi tavasida. Chaqliqning chilini butun mamlakatimizda intayin dangliq bo'lib, mazkur nahiyaning Jongo Chilan makoni degan sharafli nomi bor. Yo'lovchining sayyohat kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik, 20 kunlik sayohatlari sayyoh qo'shilgan Guilin, Beihai, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai 15 kunlik sayohatlariga tizimlash qizg'in davomlashmoqda. Aloqalashish telefon nomeri 198 09 99 88 48.